Rostagasi noyoblaridan Toyota Prado 150 Italiyani 25.000 probeg 2021-yil kraskasi top-toza va qop-qorasi 2.7 motorligi. Bilasiz, bu mashinalar ishlab chiqarilmaydi. O'shaning uchun bunaqa probegliklarni saqlash, olib qo'yish juda muammo. Qidirib yurgan bo'lsangiz, mana вообще shkalar narxga srochniga bosib yuborsangiz bo'ladi. Qop-qora ranglisi tem bo'li, mana salon rangi ham takoy qaymoq rangligi ekan. Tak, пониженный tortda baland tortadi. 25.800 probeg, lukbuklarigacha bor, monitorlarigacha bor. Srochniga bu mashinani 59.900 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Orqada monitorlarigacha bor ekan. Kraskasi toza. 25.800 probeg, 2021-yil Toyota Prado 150 Italiya. Qidirib yurgan bo'lsangiz, ishoning, kamdan kam holatda bunaqa probegliklar kelib qolishi mumkin. Tem bo'li qora ranglisi. Bosib yuboring.